original dollari farshipkasidan qanaqa ajratib olsa bo'ladi? Biladiganlar kommentariyaga yozib ketamiz. Meni fikrimcha, qaranglar mana. Birinchisi mana shu tog'ani rasmi, ana orqasida yo'q. Ko'rdinglar-ya. Ikkinchisi mana yaltirog'ida, bunda mana bunda yaltirog'i bo'ladi. Uchinchisi esa mana bu turibdi o'rtaga qog'ozlar. Mana shu zubatiga tiqiladi menimcha. Mana shu o'rtasiga mana shu turibdi-yu. Mana shu kimda zubatiga tiqiladi, bunga ham tiqiladi. To'rtinchisi esa mana bu yerda qaranglar. Mayda qil bor. Ko'rinyapti-ya. Xuddi shu yerdan ajratsa bo'lar ekan. Yana qayerdan ajratib olsa bo'ladi? Biladiganlar обязательно yozinglar. Meni fikrim birinchi o'chirib bankdan olish kerak. Bu bankdan olingan pul. Lekin nobodi oldi berdi qilsangiz, o'rtog'ingizga qarz bersangiz, to'yini olganda yoki bu narsaga ishlatganda qanaqa ajratib olsa bo'lishini yaxshi biladiganlar yozib ketinglar. Foydali video bo'ladi. Shu bir ertaga oldi berdi qilayotganda o'shadan qarab bemalol olib olishadi. Chunki hozirgi kunda farshipkalari juda ham ko'payib ketgan. Juda ehtiyot bo'linglar, tak что olayotganda oldi berdi qilayotganda.